Assalomu alaykum. Qadri baland qadrdonlarim. Bugun 6-fevral. Men uchun unutilmas kunlardan biri. Sababi meni dunyoga kelishimga sababchi bo'lgan inson va shu yoshimga yetishimga sababchi bo'lgan insonga men unutilmas sovg'ani beraman. Va bu sovg'a uchun 1 yil davomida tayyorlandim. Alloh kuch-quvvat berdi. Alloh yo'l berdi. Mana shu sovg'ani tayyorlashga muvaffaq bo'ldim. Qani ketdik. Emotsiyalarni birga ko'ramiz. Qani ketdik biz. Kungacha yetkazishga sababchi bo'lgan inson bor olamizda. Yoshligimda qaradi, shu kungacha yetkazib keldi, oq yuvdi, oq taradi. Mana shu insonga bugun men har kunimizda kichkinagina bir sovg'am bor. Turing Oyjon. Oyjon turing. Turing Oyjon. Sovg'amiz bor endi. Mana hammalarni bitta oborayman mana. Shu ekstrga tashlayman. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى منى وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا غفرت لكم الزلات رحماك بنا فالبعد لنا حسرات نشتاق إليك ويصبرنا الله. Ukam, bundan keyin ham ishlaringga rivoj, umring uzun sari sen butun bola-chaqang bilan baxtli, sog'lom, shunaqa yaxshi ishlarni davom ettirishga nasib qilsin. Allohu akbar. Mana sovg'ani ham berdik. Onajonimni emotsiyalarini ko'rdik. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariya yozing va yaqinlaringizga tarqating. Zeroki Ka'baga borishlik keyingi navbatda siz bo'larsiz. Sog' bo'ling.